Shu kunlarda Andijon viloyati Jalaquduq tumani aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlarini yaxshilash maqsadida 19,3 kilometr ichimlik suvi hamda 2 kilometr oqova suv tarmoqlarini tortish ishlari olib borilyapti. Muxbirimiz manzildan xabar qiladi. Ushbu loyihalar foydalanishga topshirilgach, 30 ming nafarga yaqin aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji to'liq qondirilishi kutilmoqda. Andijon viloyati Jalaquduq tuman markazida joylashgan 5 ta mahallamizdagi ichimlik suv tarmoqlarimiz ma'nan eskirganligi sababli O'zbekiston Respublikasi prezidentining Andijonga bo'lgan tashrifida bu masala ko'tarilgan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan mablag'lar ajratib berildi. Hozirgi kunda MChJ tomonidan tumandagi 5 ta mahalla Guliston, Bozorvoshi, So'vqishloq, Namuna hamda Yangichek mahallalarda yashovchi 20 mingga yaqin fuqarolarning ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida markazda joylashgan 3 ta suv olish inshootlarida ham rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. Hozirda tumandagi mavjud ichimlik suvi tarmoqlarini yaxshilash maqsadida 70 kilometrdan ortiq quvurlar yangilanmoqda. Shuningdek, 3 ta suv olish inshootida rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Loyiha foydalanishga topshirilgach, Guliston, Bozorboshi, So'vqishloq hamda Namuna mahallalarida istiqomat qiluvchi aholiga ko'rsatilayotgan xizmat sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Mazkur ishlar nafaqat infratuzilmani yangilashga, balki aholi turmush sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Zero inson hayotida ichimlik suvi eng muhim ehtiyojlardan biri hisoblanadi. Shu bois hududda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari aholining ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda. Gulzira Rustamova, Nasibullo To'rajonov, Zamon informatsion dasturi uchun.